Assalomu alaykum akalar. Sizlarga bugun bitta zo'r hayotimda bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Har bir ishda o'zini hikmati bo'ladi degandek, bu mashinada ham bitta hikmatli ish chiqib qoldi. Har bir kelgan sinov kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi, mushkul, orqasida bir hikmati bo'ladi. Shu narsani unutmaylik. Bu mashinada shunaqa ish bo'ldi. Nima deydi? Mashina yaxshi tortmay kelgan oldimizga va biz buni injektorni tozaladik, switch almashtirdik, benzin nasosi almashtirdik, benzin nasosi korpusi bilan almashtirdik o'xshamagandan keyin. Xullas, hamma ishni qilib ko'rdik, mashinada tortish o'zgarmadi. O'sha mashina slabi, o'ta slabi va biz buni katalizatorni boltlarini bo'shatib, orasini ochib, чтобы katalizator to'lib qolgan bo'lsa, может yaxshi tortmayotgandir degan maqsadda katalizatorlarni bo'shatdik. Mashina baribir o'zgarish bo'lmadi va katalizator qaytarib qotirayotganimizda boliti bittasi uzilib ketdi, ko'rsanglar bo'ladi mana. Bittasi uzilib ketdi, bittasi qotmadi, ikkinchisi ham qotmadi. Pirilib ovoz chiqarib qoldi, xunuk bu. Va katalizator boltlarini, rezvalarini to'g'rilab berish maqsadida katalizatorni yechayotganimda, mana shu yechayotgan joyimda shuppi trubkasini ham yechishga to'g'ri keldi. Bilasizlar, bitta bolt xalal beradi. Shuppi trubkasini yechib sug'urishim bilan o'sha shuppi teshigida o'zi aslida moy chiqishi kerak emas. Bu mashinada shunaqa moy chiqib ketdi, fontanga o'xshab moy otilib chiqib ketdi tepaga. O'zi bunaqa bo'lishi kerak emas. Va biz buni bilganimizda yomon benzin quyilgan mashinaga, o'sha yomon benzin moyga o'tib ketgan, ko'rsa po'shinada moyga o'tib ketib qolib, moyni urumini 3 barobar ko'payib ketgan. Ya'ni 10 litr moy tushdi shu mashinada. 10 litrdan oshiq moy tushdi. Yomon benzin quyib qo'ygan hisobiga benzin moyga o'tib, moyni urumini ko'payib ketgan, mashina yaxshi tortmagan. Galovkalarni yechib, polni o'zini klapanlariga, zavodskiy klapanlariga qaytadan priterka qilib, zazorlarni to'g'irlattirib, cho'tki qilib, to'kirga borib qildirib keldik. Xudo xolasa galovkani zo'r qilib, bu yoqda 4 ta portionlarini jam 4 ta portion kolsalari bilan yangi qo'yib yubordik va zavodskiy temir proklatga qo'yib beramiz. Xullas, bu videoni qo'yishdan maqsad har bir ishimizda hikmati bo'ladi. Har bir bu bizga kelgan sinovda hikmat bor. Shu narsani bir eslatib o'tish maqsadida video qolma. Xullas, akalar, qanaqadir bir sinov kelib qolsa boshimizga bekor bo'ldi deyishdan saqlanaylik. Biz bilmaymiz, uning orqasida bizga yaxshilik turgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun akalar, video foydali bo'lgan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yinglar. Bundan ham ko'proq foydali videolar qo'yib o'tishda davom etamiz. Agar sizlar ham mana shunaqa ishlar qilsanglar, o'xshamasa, moyni urvenini tekshirib ko'ringlar. Sizlarda ham o'sha benzin moyga o'tib ketib qolgan bo'lishi mumkin.